Adam zo'r planshet olib ketdilar. Hozirga obzor qilib ko'rsatib beraman. Mana bu planshet o'zimga ham rosa yoqib qoldi. Sizlarga ham точно yoqib qo'ysa kerak. Qaranglar, planshet o'zini shunaqa kesidan chiqargan. Qora va ko'k rangda bo'lar. Shunisi mazza qiladigan joyi. Qo'shimchasiga klaviatura mishka, sensor uchun ruchka, kitobchasi va zaryadkasi chiqadi. Klaviaturasi ustidan ulanadi. Men o'zim otimni yozib ko'rdim. Sensorlarni vashcha cho'tki ishlarkan. YouTube'ga kirib mazza qilib foydali videolarni ko'rsa bo'lar ekan. Menga bo'lsa futbol ko'rish yoqadi. Bundan tashqari kamerasi ham cho'tki olarkan. Bu planshetda mazza qilib matematika, ingliz tillarini o'rgansa bo'ladi. Aytgancha bu planshetga sim karta ham ketadi. Bu planshetda xotirasi 12 ga 512. Ishlab bo'lgandan keyin keysiga solib ko'tarib olib ketsanglar ham bo'ladi. Boshqacha arzonli planshetlar ham kerak bo'lsa, ko'ringlar, unaqalardan adamda bor. Bunaqa planshetlar kerak bo'lsa, adamning telefon qo'yinglar, arzon qilib beradilar. Sog' bo'linglar.